Qasrdagi sharpalar. Merlin, tushli vaqti bo'ldi. Yo, rahmat. Men keyinroq tushlik qilaman. Hoyil, aqlimga balli, men epladim. Voydod, ajinalar. Voydod, yordam beringlar. Hammangni yo'q qilish kerak. Hozir sheriklarni chaqiradi. Baqirishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Nima gap? Nima bo'ldi? Voydod, ajinalar, tezroq yordamga. Ularni menga qo'yib bering. Voy, buncha ko'p bo'lmasa. Yordamga! Yordam beringlar! Yordam! Yaramas sehrgar. Nimalar qilib qo'yding? Yana nima baloni boshlading? Qani, menga qalpog'ingni berchi. Yesh qalpoqni. Iltimos, unday qilmang. Ajdahoni g'origa borib yashirinaylik. Bu yaramasni o'zi qayerda? Uni o'zi olov purkash bo'yicha o'tkazilayotgan musobaqada qatnashish uchun ketgan. Hamma g'orga yugursin. Men Harri bilan qolaman. Dovyurakligini ko'rsatish uchun unga yana imkon beraylik. Bu yer rostdan ham bexavotirmi? Hozir boplab hammasini ta'zirini beraman. Yaramaslar, shoshmay turlaring. Meni yerga tushiring. Qo'yib yuboringlar. O'zimni tanishtiray, yadro otish bo'yicha olimpiada chempioni. Bizni mana u ajinalardan xalos eta olasizmi? Shu ham ish bo'ptimi? Lekin ular juda yoqimtoy ekan. La 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 la. Ehtiyot bo'ling, ular yoqimtoy emas, aksincha juda xavfli. Yo'q, hech ham xavfli emas. Tezroq! Tezroq! Menga cho'yan shariza bering. Yo'q, u faqat meniki. Men juda kuchli sportchiman. Olimpiada o'yinlari g'olibiman. Olimpiada o'yinlari g'olibi emish. Qani, toshni bu yoqqa cho'zchi. Mana, ola qoling.
ajinalar suvni unchalik yoqtirishmas ekan. Juda g'alati odam ekansiz, muhtaram chempion. Bu yerga ajinalar bilan olishga emas, ajdahoni yengish uchun kelganman. Keyin go'zal malikaga uylanaman. Rostini aytsam, bu yerda malika yo'q. Eshityapsizmi? Yo'q. Kim boy? Ajdahoni qo'rqitish uchun kelgansan, shundaymi? Qani yur, hozir seni uni yoniga olib boraman. Ajdahoni shu yerdaligi aniq. Uni xurrak otishidan taniyman. Menga qara, tura qolsang-chi. Dangasalik qilma. Ular g'oringda Meladinaga hujum qilishyapti. Menda sira ayb yo'q. Men Iltimos, bizdan jahling chiqmasin. Ha, hech qayerni iflos qilganimiz yo'q. Sendan ortiqcha. Seni bema'ni qiliqlaringga toqat qilgandan ko'ra, tezroq o'z qasrimga jo'naganim ma'qul.